va o'sha ekinlarni yaxshi rivojlanishini ta'minlash maqsadida juda ham bugungi kunda mana shunday texnologiyalar qishloq xo'jaligida keng qo'llanyapti. Umuman olganda bu suvni tejash imkoniyatini ham beradi. Chunki qaysi darajada tuproq suvsizlanganligini aniqlab turib, keyin o'sha sug'orish ishlari bajariladi va suv tejaladi. Buning natijasida juda ham qo'l keladi. Keyingi paytlarda mana o'sha namlik datchiklarini turli xil sug'orish qurilmalariga ham bog'lagan holda o'sha tizimni ishlab chiqishyapti va anchagina dehqonlar uchun bu qo'l kelyapti. Endi tuproq namligini sensori bu o'sha tuproqdagi namlikni aniqlash orqali o'sha olingan qarshiliklarni farqi hisobiga ishlaydi va shuni natijasida o'sha namlik darajasini, tuproqdagi namlik darajasini aniqlab beradigan qurilma. Asosan ikkita shoxchasi bor va uni biz o'sha ulovchi simlar yordamida Arduino mikrokontrolleriga ulab olamiz. Demak, bu yerda hozir namlik datchigini elektr sxemasi ko'rsatilgan. Endi bu yerda biz aytganimizdek, mana namlik miqdori 200 dan kichik bo'lganda qizil svetodiod yonib turadi. Namlik miqdori 400 dan kichik bo'lganda oq svetodiod va 600 dan kichik bo'lganda bu yerda oranjiy rangdagi svetodiod va namlik miqdori 800 dan kichik bo'lganda yashil svetodiod yonadi. Ya'ni bu namlik miqdori yerda, tuproqda yetarli degan ma'noni bildiruvchi indikatorlar bular. Va 800 dan katta bo'lganda mana ko'k svetodiod yonishi kerak. Mana shu namlik datchigini ko'rib turibsiz. Unda mana 3 ta sim bor. Birinchisi qizil sim chap tomondan 5 voltga ulanadi. O'rtada JND deb nomlanadigan pin bor. U Arduino'ning JND piniga ulanadi. Va chekkasida signal pini bor. U esa Arduino'ning signal pinlariga ulanadi. Balkim biz o'shani A0 ga, A1 ga, A2 ga ulashimiz mumkin, ixtiyoriy. Bu yerda. Demak, mana ko'rib turibsiz, mana shu ko'rinishda biz o'sha sistemani elektr zanjirini tuzib olganmiz. Bu yerda qizil svetodiodimiz mana 2-pinga, oq svetodiod 3 ga tartibi bilan. Oranjiy rangdagisi bu yerda 4 ga ulangan va simni ham o'sha bilan ko'rsatib qo'yganmiz mana o'zi bilan. Yashil svetodiodimiz mana 5 ga va ko'k svetodiodimizda 6-pinlarga uladik va ularga mana bu rezistor, ko'rib turganingiz rezistor orqali JNDdan minus qiymatdagi demak tokni o'tkazganmiz. Uni mana har bitta svetodiodimizni demak katod qismiga berib chiqqanmiz. Ya'ni bu yerdan tok keladi. Mana shu yo'nalishda magnitli platada tok bo'ladi va keyingi qismda bu yo'nalishda tok bo'ladi, to'g'risida. Sim bilan o'tkazib to'g'ridan to'g'ri svetodiodga oladik. Bundan davomidan chiqqan davomidan keyingi svetodiodlarga olib ketdik. Mana davomidan olib ketyapmiz. Bu yerda e'tibor berish kerak, svetodiod mana bu kanal qismidan yuqoriga ulanyapti. Mana bu oranjiy svetodiod, shu uchun bu yerda bundan bergandan keyin tokni oqdan bergandan keyin bu yergacha tok boradi. Davomidan o'sha oranjiy svetodiodga berib yuboramiz va buni davom ettirib ketamiz keyingi svetodiodlar uchun. Va bu kanalga tushirganimizdan keyin bu pinlarda yo'nalishi bo'yicha tok bo'ladi. Bundan mana yashil svetodiodga tok boryapti va davom etkazib keyin ko'k svetodiodga minusni olib boryapmiz. Demak, ulanish tartibi sizlarga tushunarli bo'ldi. Endi dasturiy qismda ko'rib chiqamiz, lekin undan oldin svetodiodlarimizni bittasi bilan ulab turib, mana shu namlik datchigini avval
soddagina dasturini ko'rib chiqishimiz kerak siz bilan birga. Keyin esa yana rivojlantiramiz ishlarimizni. Keling Tinkercadga o'tib olamiz. U uchun Sazdat bo'limidan sep bo'limini ochib olamiz va bu yerda yangi bir zanjir yaratamiz. Birinchi Arduino mikrokontrollerini olishimiz kerak bo'ladi. Olganimizdan keyin o'sha dasturiy qism chiqadi. Biz bu yerdan mana komponentlarda VC ya'ni hammasini bosganimizdagina mana datchik влажности deb chiqadi bu yerda, ya'ni namlik datchigi. Keyin mana svetodiodni olamiz. Uni birdaniga biz rezistor bilan ulab olamiz. O'sha rezistor yordamida ulasak kuyib qolmaydi. Rezistorning qiymatini o'zida o'tkazamiz. Kilodan buni o'ziga o'tkazib 100 deb beramiz qiymatini mana. Va o'shani birdaniga bu yerda nimaga ulaymiz? GND ga ulab olamiz. Mana minusini ulab oldim. Odatda plus qismiga rezistor ulanadi, lekin minusga ham ulash mumkin. Rezistorni ikkinchi pinga ulab qo'yamiz bu yerini va rangini GNDniki odatda qora, signal pinlarnikini o'zining rangiga berib qo'yamiz. Endi bu yerdan mana namlik datchigini olib ulasak bo'ladi. Namlik datchigini pinlarni ulaymiz. Bu yerda yaqinlashtiraman mana. VSS degan pin bor. Buni biz 5 voltga ulasak bo'ladi. GNDni GNDga ulaymiz va qisqartma qilib qo'yibdi bu yerda SIG deb yozilgan signal pini hisoblanadi. Buni esa A0 analogli pinga ulab qo'yamiz. Xo'p, endi mana ulashni davom ettiramiz. Birinchi bo'lib 5 voltga olib boramiz. Pinimizni birozgina hozir kichraytirib olamiz. Qulay qilib olishimiz kerak edi o'zimizga. Mana 5 voltga birinchi olib boramiz. Simimizni 5 voltga ulab oldik. Keyin esa GND. Keyin yana simlarning rangini ham o'zgartirib qo'yamiz buni. GNDni qora rangga o'tkazib, odatda endi qora rangda bo'ladi va oxirgisi mana signal pinini ulayapmiz. Signal pinini keling ixtiyoriy bu ham A0 ga A1 ga ulash mumkin. Biz A0 ga ulab oldik. Demak, dasturlash paytida ulangan pinlar bizga esimizda bo'lishi kerak yoki qarab olishimiz kerak. Adashtirib ulanmasligimiz uchun muhim hisoblanadi. Mana zanjir qismi tayyor bo'ldi. Endi dasturiy qismga o'tamiz. Keling, soddagina dastur tuzamiz endi. Mana shu ulagan zanjirimizga ko'ra dasturni tuzsak bo'ladi. Bu yerda ortiqcha bo'lgan kodlarni olib tashlaymiz va bu yerda tekstoviyga o'tib olamiz. Продолжить bosish kerak. Mana ortiqcha kommentariyalarni o'chiramiz. Bu yerda yana men o'zim figurali qog'oz qo'yib olaman. Shift tugmasini bosgan holatda, Enter Shiftni bosgan holatda. Xo'p. Yozamiz, endi pinni tanishtiramiz. Birinchi svetodiodni tanishtira qolamiz. Mayli, pin mod. Pin mod deymiz. Demak, bu yerda ikkinchi pinga ulagan edik. Ikkinchi pin. Buni hamma biladi, menimcha.
output svetodiodda output bo'ladi. Endi mana shu yerdan qolganlarini ham yozib olamiz. Mana kopirovать qilib tashlasam bo'ladi. Hop, endi pin mod. Biz yana nimani ulaganmiz? Bu yerda mana namlik sensorni ulaganmiz. U ham pin mod deb tanishtiriladi va qayerga ulaganmiz? A0 signalli pin hisoblanib 5 volt tanishtirilmaydi. Signalli pin tanishtiriladi. A0 deb endi bu yerda yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Bu yerda namlik datchigidan signal Arduinoga kiryapti. Agar Arduinoga signal kirsa, input deb yoziladi, bilasizmi? Svetodiod signal beryapti, ya'ni Arduinodan signal chiqyapti. Shuning uchun output bo'lgan edi. Bu namlik sensori datchigi Arduinoga signal olib kirgani uchun input deb yoziladi. Yana bizga natijalarni monitor portda ko'rib turishimiz uchun monitor portni yoqish buyrug'ini kiritishimiz kerak. Ya'ni serial.begin 9600 nuqta virgul qo'yamiz. 9600 deb yozamiz. Endi bu yerda tanishtiruv qismi mana nihoyasiga yetdi. Biz endi void loop qismini, shartlarini, demak, tanishtiruv qismini yozib bo'ldik. Dasturiy qismini yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib o'zgaruvchi olishimiz kerak. Ya'ni biz namlikni darajasini o'zgarishini albatta kuzatishimiz kerak bo'ladi. Namlik darajasini va o'sha qiymatlarga bog'lagan holatda biron bir signal berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz hozirgi holatda chiroqchaning yonishini signal sifatida oldik. Demak, shuning uchun bizlar int o'zgaruvchisini olamiz. Int a nomli o'zgaruvchi olib, uni hop, int a nomli o'zgaruvchi olib, o'shani nima qilamiz? Sensorimiz, ya'ni bu yerda datchigimiz analog signallar bilan ishlaganligi uchun analog read olamiz. Hop. Analog read deb qaysi pin ekanligini ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda A0 edi. Demak, o'zgaruvchimizni analog read ga tinglab olamiz va bu yerda uni natijasini ham biz qayerdadir ko'rishimiz kerak, albatta. Ya'ni buni natijasini monitor portda ko'ramiz. Shuning uchun serial nuqta print olamiz. ln qo'shib qo'ysak, qatorlar bo'yicha natija ko'rinadi, ya'ni satr bo'yicha qo'shilib ketmaydi. Nimani qiymatini ko'ramiz? Ya'ni o'zgaruvchini qiymatini. Bu o'zgaruvchi a bizda. Shuning uchun bu yerda analog read A0 deb yozish ham mumkin, lekin a ni o'zini kiritib qo'ysak kifoya. Ya'ni serial printda. Xo'p, yana nima qilishimiz kerak? Bu yerda endi namlik qiymati qaysidir darajaga yetganida bizga signal bersin. Ya'ni shart kiritishimiz kerak. U uchun bizga if shart operatori yordamga keladi. Ya'ni if dan foydalanib dastur tuzamiz keyingisini. Nima bo'lsin? A o'zgaruvchini qiymati katta bo'lsa, ya'ni namlik oshsa, nechidan? Masalan, 300 o'rta qiymat beramiz. 300 dan katta bo'lsa, nima bo'lsin? Svetodiod yonsin. Buni biz qanday yozamiz? Svetodiod yonishini digital rate masalan pini 2U1 edi. Shundaymi? Ikkinchi pin nima bo'lsin? Yonsin degani 1 degan. Aks holda deb beramiz. Aks holda else
aks holda o'chgan holatda tursin. Ya'ni digital rate 2.1 emas, endi digital rate 2.0 bo'ladi. Va o'sha delay berib qo'yishimiz kerak. Undan tashqariga bu yerda delay 100 millisekund berib qo'ysak bo'ladi. 100 millisekund. Mana dasturiy qismimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Albatta bu yerda natijani kuzatamiz birgalikda. Hop, bosamiz. Hop. Mana bu yerda endi monitor portda natijani kuzatishimiz mumkin. Monitor portni sal yuqoriroq ochamiz. Natijalar yaxshiroq ko'rinishi uchun. Dasturiy qismimiz o'z nihoyasiga yetdi. Juda ham sodda va o'sha natijaviy dastur bo'ldi bu. Surib ko'ramiz endi. Qiymatini oshganini ko'ryapmiz monitor portda mana. Hozir 1 edi, 2 bo'ldi. Bizga qachonki 300 dan yuqori qiymatga erishsak, ya'ni namlik darajasi shunchagacha olib borsak, keyin svetodiod yonib ishora beradi buni. 305 bo'luvdi ham yondi svetodiod. Demak, mana shunday tizimga biz ega bo'ldik. 870 gacha boradi maksimal. Demak, siz mana shu oraliqdagi 870 oraliqdagi qiymatlarni bersangiz bo'ladi 300 o'rniga. Mana shu joyiga. Demak, o'rtacha qiymatini tanladik-da biz shunchaki tezroq natijani ko'rishimiz uchun. Xo'p, qisqacha bugungi mavzumiz shundan iborat, lekin biz bu tizimni yana ham hozir sizlar bilan birgalikda rivojlantiramiz. Ya'ni bu yerda bitta svetodiod emas, bir nechta svetodiodlarni qo'yib, ya'ni mana shu qiymatlarga mos holda birin-ketin yonadigan qilib dasturlaymiz. Bu juda ham yaxshi bo'ladi, chunki namlik darajasi o'simliklarda har xil. Ularni tuproq namlik darajasi qancha bo'lganligiga ko'ra bizlar sug'orishimiz kerak yoki o'sha ma'lum muddat suv quymay turishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shunday indikatorni biz sizlar bilan hozir birgalikda tayyorlaymiz. Keling, mana shu dasturimizni ozgina o'zgartiramiz, lekin bir qancha o'zgarishlar bo'ladi bu yerda. Birinchi zanjiriy qismni biz o'zgartirishimiz kerak bo'ladi, ya'ni qo'shimcha svetodiodlar ulab olishimiz kerak bo'ladi. U uchun keling, maketniy palatadan foydalanamiz. Svetodiodlarni bir chiroyli tartibda joylashtirish uchun bizga shunday maketniy palata, ya'ni kichik maketniy palata kerak bo'ladi. Mana bu yerda mini maketniy palata degan turi bor. Uni ishlashini salgina tushunib olishimiz kerak. Qarang, mana bu men olib boryapman sichqonchani, shu yerda yashil rangdagi nuqtalari ko'rinyapti. Demak, mana shu bitta nuqtasiga tok ulasak, mana shu yergacha tok keladi. Undan u yog'i kanal, mana bu yerda tok o'tmaydi keyingi qismga. Alohida manba orqali ulash kerak bu qismni ulash uchun. Demak, hammasi shunday, mana hammasi shunday. Yuqori ham xuddi shunday bir xil. Demak, hozir ulash ishlarini bajaramiz. Sizlar mana shu avvalo maketniy palatani tushunib olishlaringiz kerak. Noto'g'ri ish qilib qo'ymasligimiz uchun, ya'ni ulashlarni noto'g'ri bajarmasligimiz uchun siz avvalo maketniy palatani yaxshi tushunishingiz kerak bo'ladi. Keling, mana bu yerda men birinchi nimani ko'chiraman? Rezistorimizni ko'chirib olaman. Shu yerga keyin simlar bilan qaytadan ulaymiz. Keling, rezistorni mana shu joyga, o'rtaga, kanallarni o'rtasiga joylashtiramiz. Chunki bizga bitta minus
yo'nalishdan keladigan tarmoq bo'lsa agar, rezistordan o'tgan qismdan keyin undan foydalanamiz mana. Bo'lmasa svetodiodlar kuyib qoladi. Keling shuni hozir birinchi bo'lib ulab olamiz va bizga kerak bo'ladigan svetodiodlarni ham birdan olib olamiz mana samolyot qismidan. Ularni rangini o'zgartirib, joylashtirib chiqamiz. Keling mana bu yerda. Mana shu yerdan boshlab o'rnata boshlaymiz deylik svetodiodlarni. Birinchisi qizil. Undan keyin shundan men nusxa olib ketaveraman mana. Nusxasini olib bir chiroyli qilib joylashtirishga harakat qilaman va rangini ham o'zgartirib ketaman. Keyingisi bo'lsin mayli rangi bizga желтый bo'la qolsin mana. Ya'ni sariq. Xo'p. Undan keyingisi mana shu yerga joylashtiramiz mana chiroyli ko'rinishi uchun. Va uning rangini keling oq belly tanlab qo'yamiz. Keyingisiga bitta qoldirib yuqoriga ko'taramiz. Bir şey qo'ysak ham bo'lar ekan. 5 ta olasak yetadi. Mana shu yo'nalishda qo'yamiz bo'lsa. Rangini yashil qilamiz va oxirgisini rangini ko'k qila qolamiz. Ko'k rangga o'tkazib qo'yamiz. Siniy bo'l. Mana ko'k rangga o'tkazib qo'yamiz. Mana svetodiodlarimiz tartibli chiroyli bir joylashtirib oldik. Endi ularni birinchi minus qismini ulab olamiz. Keling shuni minus qismini mana shu yerdan bersam bunga ham boradi mana. Keling o'zidan bera qolamiz birinchisini mana. Rangini qoraga o'tkazib olib, chunki jendi beryapmiz. Tepadan ulab olamiz. Jendi qolib ketmasin deb birinchi ulab olishimiz kerak. Mana bu yerda bir chiroyli bir zanjir hosil bo'ladi hozir. Keling shuni balandroq qilib qo'yamiz. Sababi mana bu 5 ta svetodiodimizni ham simini shu orasidan o'tkazib yuboramiz. JND bu eng yuqorida turib tura qolsin. Chiroyli bo'ladi. Xo'p, endi svetodiodlarimizni har biriga mana shu yerdan o'tkazib yuboramiz. Mana hozir mana shu yo'nalishda JND bergan edik. JNDni ulagan edik demoqchi edim. Shu yerda minus manfiy tok bor. Shundan olib to'g'ridan to'g'ri bunisiga ulab qo'ydim. Va bundan mana shu yo'nalishgacha tok borib sariqqa boryapti. Buni sariqnikini hozir bunga ulab, keyin bunisiga oqqa o'tkazib ketamiz mana. Demak, bu yerga ulaganimizda shu yergacha tok boruvdi, bormagan joyiga yana sim ulab bordik mana. Endi shuni yana davom ettiramiz. Bu yerdan tokni olamiz u yana keyingisiga yashilga o'tkazib yuboramiz. Yashilga bu yerda yana ulab qo'yamiz mana. Keyingisini ham shunday qila qolamiz. Mana bu yerdan olib ko'kda minusigacha olib boramiz mana. Ko'k rangdagi svetodiodimizni va bu yerdan yana o'ziga berib qo'yamiz. Mana hammasi minus manfiy simlar bilan ta'minlandi. Ya'ni tok boryapti hammasiga. Rezistordan o'tyapti. Birdan kelgan tok rezistordan o'tib, bundan bu yerga o'tib olyapti. Bundan mana bu yergacha boradi oxirigacha tok mana. Bundan bunga o'tib olyapti. Bundan sariqqa borib, bu yerdan yana almashib ketyapti mana bunga qarab. Yo'l ya'ni yashilga boryapti. Mana bu yerdan o'tmagan joyidan ko'prikdan bizni o'tkazib yuboryapti sim bilan va bu yerdan mana shu yergacha tok keladi. Pastda ham tok bor mana bu yergacha. Mana shu yo'nalish bo'yicha. Kanaldan o'tmay qolgan joyiga sim bilan ulab o'tkazib yubordik. Ko'kkacha bordi endi. Oxirigacha bordi. Oxirgi svetodiodgacha tok bordi. Manfiy ulashlarni biz tugatdik. Endi musbat ulashlarga navbat. Endi bu yerda biz mana qizil svetodiodimizni birinchi bo'lib ulab olamiz. Keling tartib bilan ulay qolamiz buni. Ikkinchi pinga ulayman.
rangini birdan o'zgartirib keta qolamiz. Qizil ulab bo'ldim. Qarang, men buni oranjiviy rangdagisini men bu yerga ulab keyin davom ettirib ketsak ham bo'ladi yoki birdaniga o'zidan olib ketsak ham bo'ladi. Keling shuni maketniy platadan foydalanganligimiz uchun yerdan o'tkazib qo'yapman. Rangini oranjiviy qilib qo'yaman mana. Lekin eslaringizdan chiqib ketmasin, mana shu yerda oranjiviy ulangan bo'lishi kerak. Keyin men bu yerdan buni foydalanib maketniy platadan keyingisini davom ettirib qo'ydim mana. Hop, keyingisi oq. O'zi mana bu yerdan ulab ketsak bo'ladi buni. Shu yerdan ulasak pastgacha svetodiodgacha yetib boradi tok. Keyingi navbat 4-pinga va rangini ham birdan beloy shu rangga olib qo'ya qolamiz. Ko'rang. Yaxshi ko'rindi menimcha. Agar ko'k rangni och rangiga olib qo'ydim. Endi mana bu yerda yashil turibdi, mana bu yergacha bor, mana sim. O'sha joydan ulab ketyapman men. Qizil bo'lgandan keyin bossangiz, qattan ham ulaganligini ko'rsatadi. 5-pinga to'g'ri keldi bu. Yashil svetodiodimiz. Simini ham yashilga olib qo'ya qolamiz, chunki qayerga ulaganligimizni ko'rib turishimiz uchun svetodiodga mos ranglarni tanlab qo'ysak, o'quvchilar ham o'sha to'g'ri nima ajratib oladi-da. Xo'p, salgina mana shu minusimni ham pastroqqa olamiz endi, chiroyliroq bo'lish uchun. Mana plus ulashlarni ham amalga oshirib oldik. Endi biz dasturiy qismga o'tsak bo'ladi. Menimcha ulashlar hammasi tushunarli. Men bu yerda o'zi tayyor holatda bizga mana VSS ni 5 voltga ulaganmiz, JND ni JND ga ulaganmiz, signal pinni A0 ga ulaganmiz. Bu namlik sensorini ulashlari edi. Bu tayyor turibdi. Biz endi nima qilishimiz kerak? Agar namlik darajasini yuqori bor bo'lsa, yuqoriga oshib ketaversa, suv bor bo'lsa, tuproq tarkibida qancha suv miqdorini oshiraversak, namlik darajasini oshiraversak, shunga mos holatda svetodiodlarimiz birin-ketin yonishi kerak. Mana bu birinchi yonib turadi, qizil, keyingisi bu o'chib keyingisiga, ya'ni namlik darajasiga qarab yonishi kerak. Shuni biz hozir dasturini qilamiz. Bu uchun bizga mana shu dasturni o'zgartirish kerak bo'ladi. Birozgina o'zgarishlar kiritamiz, xolos. Birinchi navbatda pinlarni tanishtirib olamiz. Pin modni men har bitta pin uchun qo'yib chiqishim kerak bu yerda. Ikkinchi pinni hozir men uchinchi uchun tanishtiryapman-da svetodiodlarni. 4-pinni tanishtiramiz. Va pin mod 5-pin deb o'zgartiramiz. Pin mod 6-pin, ya'ni biz 5 ta svetodiod uladik mana. 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi pinlarga ulandi o'shalar. Demak, svetodiodlar tugadi mana, ulab bo'ldik. Mana bu yerda mana namlik datchigini tanishtirganmiz bu yerda. Bor qolganlari. Va endi void setup qismi tugadi. Void loop qismiga o'tamiz. Bu yerda nima bo'ladi endi? Bu yerda qiladigan birinchi ishimiz biz mana shu svetodiodlarni dastlabki holatini ochiq holatga ovutamiz. Shuning uchun delay 10 mikrosekunddan boshlab pastidan boshlab yoza boshlaymiz. Nima deymiz? Svetodiodning yoqish buyrug'i qanday edi? Digital rate 2/1 edi. Demak, digital rate mana shuni o'zini shu yerdan olib qo'yaman men. Aks holda degan joyini ichidagini.
olib kopirovать qilib bu yerga tashlayman. Ikkinchi pin ochiq bo'lsin boshida deymiz. Mana bu yoniq bo'ladi, bir bo'ladi. Bu yerda ikkinchi pin ochiq holatda, dastlabki holatini hammasini shunday yozib chiqamiz. Ochiq holatini. Ya'ni bu yerda dastlabki holatda hamma svetodiodlarimiz ochiq holatda bo'lishi kerak edi. Ikkinchini ham o'chirdim, uchinchini ham o'chirdim mana. 4-pin digital right. 4 now. Keling shuni kopirovать qilib olib qo'yamiz. Bugun ishimizni sal tezlashtirib boramiz mana. Men stavit qilaman. 4-pin edi, hozir 5-pin mana o'zgartiryapman. Ko'rinyapti-chi? 6-pin. 1 2 3 4 5. 5 ta svetodiod bo'ldi bu yerda. Bitta ortiqcha qolgan ekan. O'chirdim mana. Demak, mana shu 5 ta svetodiodimizni ham ochiq holatga keltirib oldik mana. Endi mana bu qiymatni biz yuqori qiymatdan boshlashimiz kerakmidi? Yo'q. Pastki qiymatdan olamiz. Keling, 200 deb ola qolamiz mana shu yerda. Agar nima deyapmiz? Agar deyapmiz, namlik miqdori 200 dan katta bo'lsa debdi bu yerda, lekin biz uni teskari beramiz, kichik bo'lsa deb beramiz. Kichik bo'lsa, ya'ni pastki svetodiodimiz 0 dan boshlab to 200 gacha yoniq turadi degani bu. Digital rate 201. Ya'ni qizil svetodiodimiz namlik 0 bo'lgan holatdan boshlab to 200 bo'lgan holatgacha yoniq turadi. Pastdan boshlab kelamizda. Namlikni oshirsak, pastdagi svetodiodlardan boshlab keyingi svetodiodlar yona boshlashi kerak. Shuning uchun mana buni A katta emas, kichik 200 dan deb olamiz. Chunki 0 qiymatdan to 200 gacha bo'lgan qiymatda bizlar qandaydir signalni tashkil qilishimiz kerak. Keyin o'sha pastki qiymatdan yuqoriga borganda yana bitta svetodiod yonsin. Menimcha tushunarlaringiz endi. Aks holda degan joyidan boshlab qarang, bunday deymiz endi. Mana bu if 200 dan kichik bo'lganda faqat qizil svetodiod yondi. Aks holda nima bo'lsin? Aks holda undan keyingi svetodiodni yoqamiz, qarangiz. Oranjiy svetodiod 3 pinga turibdi. O yonsin. Aks holda o yonsin bo'ladi va shart ham kerak bu yerga. Ifni ham tiqib boramiz. Buni ichiga qo'yib boramiz yana. Aks holda shart kiritishimiz kerak. Buni kiritamiz. Va shartni ichiga mana bu nimani beramiz? If orqali beramiz. Aks holda if. Buni hozir keyingisidan boshlab tushunib ketasizlar. Aks holda if deymiz. Keyingi qiymatni beramiz. Masalan 200 edi. Keyin 200 qo'shib ketaveramiz. 400. 400 dan kichik bo'lganda 3-pin yonsin. 3-pindagi svetodiod yonsin. Ya'ni oranjiy yonsin. Delay shart emas. Delayni pastga tashlab ketaveramiz. Bu yerda mana bu qismni sal tortib olaman. Delay bilan men bu yerda funksiyani bitta yopiladigan qavsi bor, o'shani pastga tashlab qo'yaman men. Men bu yerda mana sal tortsak ko'rinadi, mana shuni holatda turib tursin. Endi qarang, bu funksiyani void loopda qavsi bu. Mana shu yerdan har biridan bittadan aks holda degan joyimizda nimasi qayergadir yopilishi kerak bo'ladi. Chunki aks holda bu yerda ochilyapti. If shart operatori bajarilyapti buni. Va aks holdani bitta qavsi shu yerda yana yopilishi kerak mana. Yopilishi kerak. Endi qavslar soni to'g'ri bo'ldi. O'shani to'g'rilab olib ketishimiz kerak-da har safar. Nima bo'lsin mana? 400 dan kichik bo'lganda yonsin,
mana shu yerga yana pastga tashlaymiz mana. Mana tashlab yana aks holda kiritib ketaveramiz mana. Eng tushunish qiyinroq bo'lgan joyi, chalkash bo'lib qolishi mumkin bo'lgan joyi mana shu aks holdan ichiga yana if berib ketamizda. Tushunyapsizlarmi? Aks holdan ichiga yana if mana shu joyini ko'chirib olaman mana. If nimadir shart bajariladi mana. Aks holdan ichiga, aks holda yana if mana. Aks holda nima bo'lsin? Aks holda if 400 edi, endi 600 dan kichik bo'lsin. 600 dan kichik bo'lsa nima bo'lsin? Digital write 3 emas endi 4-pin yonsin. Yonsin. Mana tugadi. Yonsin degan joyi mana shugacha tugadi. Endi mana ikkita qavs paydo bo'lib qoldi. Bu else'larni qavslari. Else'larni qavslari ko'payib ketaveradi mana shu yerda. Yana hozir 4-pingacha yetib keldik. Bizlar 5 yana 6 ikkita pin qo'shishimiz kerak. Yana aks holdani berib ketaveramiz. Aks holda if digital write yana shu shartini yana ko'chirib olamiz. Mana bu yerda yana if'ni mana aks holda if deb berdik. Nimadir bajarildi, tugadi. Undan keyin yana aks holda ichiga else ichiga yana else berib ketaveramiz. Aks holda if endi 600 emas 800. 800 dan kichik qiymatlarni qabul qilsin. O'sha vaqtda nima bo'lsin? 5-pindagi svetodiodimiz yashil yonsin, ya'ni 5-pinda yashil turibdi bizga. Yonsin deyapmiz va oxirgisiga o'zi yetib kelib qo'ydik. Oxirgisiga. Mana bu yerda aks holda dedik, yana if 800 dan kichik bo'lganda digital write 5-1. Yana shu yerda nima deymiz? Aks holda deymiz, lekin if'ni olmaymiz endi. Else aks holda nima bo'lsin? Deb o'zi bitta svetodiod qolgani uchun yana if olib yotmaymiz. Ya'ni a'mizni qiymati 800 dan kichkina bo'lganda 5 yonsin, lekin aks holda deganimiz endi u yana 800 dan katta bo'lib ketsa-chi deganida. 800 dan katta bo'lib ketsa yana bitta svetodiodimiz bor. O'sha yonsin deymiz. Ya'ni aks holda mana else ichiga qo'yaman. Mana bu 5 emas endi 6-pindagi svetodiod, ya'ni cook svetodiodimiz yonsin. Mana else bu yerda aks holda mana deb mana bu shuni qavschasi. Tushunaymi? Qavslarni adashtirib qo'ymasligimiz kerak. Shularning soni teng bo'lsagina dasturingiz ishlaydi. Turgan joyi ham yaxshi, lekin turgan joyi ham mana bu shartlar shuncha vaqtda bajarilyapti va funksiya yopyapti. To'g'ri joyga turgan ekan. Demak, qavslar sanaymiz. Bu void loop qavsi mana bu. Mana bu birinchi marta aks holda olganimizda qavsi bo'lishi kerak. Mana bu bilan, mana bu bilan bu qavs. Keyingi ikkinchi else mana bu bilan, mana bu qavs. Va uchinchi else bilan, mana bu bilan, mana bu uchinchi qavs. Va oxirgi else'imiz yo'q. Bu yerda else, uchinchi else. Bu bilan bu. Bu bilan bu. Bu. Oxirgi marta yana bitta else'imiz bor ekan bu yerda. Yana bitta qavs qo'yishimiz kerak. Va oxirgisi bu void loop'ni qavsi mana. Demak, shunday qilib 1 2 3 4 ta qavs yopganmiz. Bu 5-chisi bo'lyapti. Buncha bitta qavsni ortiqchalik qilyapti-yu. If bu yerga tugagan edi, else to'g'ri. Endi ishlatib ko'rsak aniqlab olamiz yana.
Mana bu yerda to'g'ri bajarganimiz. Qavslarni to'g'ri qo'yib chiqdik. Mana soniga nisbatan har bitta elsedan keyin qavs yopilgan edi. Mana oxirgi else'ni yana yopdik. Mana ichkarisidagi oxirgisi, ichkaridan boshlab juft deb hisoblab ketiladi qavslar. Mana bu qavsimiz pastdan yuqoriga qarab borgandagi ikkinchi else'ni qavsi. Bunisi pastdan yuqoriga qarab borganda uchinchi else'ni qavsi va to'rtinchi else mana bu uchinchi else, to'rtinchi else'ni qavsi bunisi. Bu if'ni qavsi mana bunisi. Bu bilan bu yopilgan mana. Demak, bas soni to'g'ri. Endi natijani kuzatamiz. Endi qaraymiz mana. Birozgina kichraytirib olamiz. Natija mana o'zi hamma ulangan penlar ko'rindi. Natijani kuzatamiz. Qani biz qiymatni oshirganimizda bu yerda monitor portda qiymatlar ko'rinishi kerak. Hozir mana 0 turibdi. To 200 gacha mana qizil svetadiotimiz yonib berish kerak shart bo'yicha mana. Mana qiymatni oshiramiz. Qiymatimiz to 200 ga borguncha qizil yonib turadi, lekin oshib ketgandan keyin sariq svetadiotimiz yona boshlaydi. 200 dan keyin mana 240 bo'lib ketuvdi, sariq yonni, qizil o'chdi. Mana shart bo'yicha ketyapti mana. 200 dan kichik holatda ikkinchi pen bu qizil svetadiotimiz. 400 dan kichik holatgacha, ya'ni 200 dan katta, lekin 400 dan kichik holatgacha uchinchi penga ulangan bu sariq svetadiotimiz yonib turadi. Endi 400 dan katta, 600 dan kichikgacha 4-chi penga ulangan oq svetadiotimiz yonib turadi mana. Oq yonadi. Mana hozir sursak mana bu sariq o'chib mana oq yonish kerak bo'ladi. Mana oq yondi hozir. Mana o'chib yonganligini ko'rishimiz mumkin. Mana sursak o'chib yonyapti. Ya'ni 400 dan katta qiymatlar monitor portda chiqyapti va oq svetadiotimiz yonyapti. Endi 600 dan katta lekin 800 dan kichik holatdagi qiymatlar uchun 5-penga ulangan yashil svetadiotimiz yonishi kerak. Mana hozir bizlar 600 dan kichik 400 dan kattaga olib borganimizda 4-chi bu yerda oq yonib turibdi. Lekin 800 dan kichik ammo 600 dan katta bo'lib ketsa, hozir qiymat 600 dan katta bo'lsa, demak nima yonish kerak? Yashil svetadiotimizni yoqishimiz kerak. 600 dan katta bo'lganda yashil yona boshlaydi. Mana 637 bo'luvdi. Yashil yonib turadi. Va endi 800 dan ham katta bo'lib ketadi qiymatimiz. O'shanday holdagina 6-penga ulangan ko'k svetadiotimiz yonadi. Ya'ni bu yerda namlik miqdori 800 dan oshgandan keyin ko'k yonadi. Demak, bu indikatorimiz demak mana shu dastur bo'yicha ishlaydi va har bitta bu yerda berilgan qiymatlarni men sizlarga tushuntirib o'tdim. Demak, buni sizlar tushunib oldingiz degan umiddaman. Juda ham mana ajoyib bo'lgan bir tizimni ishlab chiqdik, dasturladik va uni ishlashini sizlar tushundilaringiz. Mana namlik miqdoriga qarab, qiymat o'zgarishiga qarab svetadiotlar ham yonyapti. Shunga ko'ra biz nima qildik? Dasturladik. Endi mana bu yerda o'quvchilarga tushunarli bo'lish uchun kommentariya yozish mumkin. Ya'ni bu yerda nima deb yozsa bo'ladi? 200 dan A ni qiymati kichik. A ni qiymati kichik. 200 dan namlik miqdori deb qo'yamiz. Demak, mana bu joyda namlik miqdori 200 dan kichik bo'lar ekan, qizil yonib turgan holatda.
shuni endi bu yerda sariq svetodiotimizda esa nima bo'ladi? Bu yerga olib qo'yamiz birozgina. Namlik miqdori 400 dan kichik bo'ladi. Bu yerda namlik miqdori 600 dan kichik bo'ladi. Matgacha borguncha yashil yonadi, lekin undan oshib ketsa-chi, undan oshib ketsa namlik miqdori eng maksimal bo'lib ketadi, ya'ni 800 dan oshgan qiymatni qanday ko'rsatamiz? Bu yerda A ni qiymatini endi katta deb beramiz. Katta A katta, A ni qiymati katta, 800 dan deb beramiz. Chunki qolgan holatlarda A ni qiymati 800 dan kichik. Faqat mana shu ko'k svetodiod yonganda namlik miqdori 800 dan katta, ya'ni 870 gacha boradi. Demak, mana shu tushuntirish uchun bu yerda yozib qo'ydik. Bu yerda biz nima deyishimiz mumkin? Buni namlik datchigi deb qo'yamiz. Namlik datchigi. Mana hop, buni siz bilan birga ko'rib chiqdik. Mana ajoyib sxema bo'ldi. Menimcha tushunarlaringiz, faqatgina dasturiy qismni salgina endi qarab chiqishimiz kerak. Agar tushungan bo'lsalaringiz, yana qo'shimcha bir piezo element qo'shsalaringiz bo'ladi, masalan, yana boshqa qurilmalar qo'shsalaringiz bo'ladi. Masalan, darslikda namlik datchigi bilan birgalikda desemotor ishlatilgan. Ya'ni namlik kamayganda artizandan suv chiqsin degan maqsadda, motorlarni ishlatish maqsadida desemotor qo'shilgan dasturga. Siz namlik maksimal bo'lganda, masalan, biz zoomer degan qurilmani ulashni bilamiz. Mana 800 dan oshib ketsa zoomerni yoqadigan qilib tussalaringiz ham bo'ladi buni yana. Demak, hamma tushundi deb o'ylayman. Bu yerda juda ham hammasi oddiy bo'ldi. Bu yerda dasturni tushunish uncha qiyin emas. Nima qildik? Void setup qismini ichiga tanishtirib chiqdik hamma pinlarni, svetodiodlarni va namlik o'lchagich datchigini va serial monitor portni yoqdik. Serial begin bilan. Keyin shuni pastki qismda mana bitta o'zgaruvchi olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz int A deb A nomli o'zgaruvchini analog read A0 deb boyagi namlik ulangan A0 pinni qiymatlariga bog'lab qo'ydik, ya'ni tenglashtirib qo'ydik. Serial print ln A, ya'ni uni monitor portda qiymatlari chiqib turadi mana. Va delay bu yerda 10 mikrosekund berilgan, ya'ni vaqt har 10 mikrosekundda shu qiymatlar ko'rinib turadi monitor portda. Demak, svetodiodlarni hammasini to'liq o'chirib chiqdik boshlang'ich holat uchun deb o'sha void loop ichida o'chirib chiqdik va if shart operatoridan foydalana boshladik bu yerda. Ya'ni A ni qiymati 200 dan kichik bo'lganda nima bo'lsin? Ikkinchi pinga ulangan qizil svetodiod yonsin. Aks holda degandan keyin qiziq joyi boshlanadi. Yana ichiga if aks holda desak, endi bu 200 dan katta namlikning qiymati oshib ketyapti-da aks holda. Shuning uchun if A 400 namlikdan kichik bo'lganda nima bo'lsin?
digital rate 3.1 uchinchi pinga ulangan sariq svetodiodimiz yonsin dedik. Yana ham aks holdachi deb ichiga qo'shib ketyapmiz o'shani. Else da ichiga yana else tashlab ketyapmiz-da. Else ichiga yana if aks holda dedik. If agar a ni qiymati 600 dan kichik bo'lsa, 4-chi pinga ulangan oq svetodiod yonsin dedik. Va yana aks holda bo'lsa-chi deb ketyapmiz va bu yerda a ni qiymati 600 dan kichik bo'lgan holatda 4-chi pindagi yonib turuvdi. Aks holda-chi desa yana a ni qiymati 800 dan kichik bo'lgan holatgacha 5-chi pinga ulangan yashil svetodiodimiz yonsin dedik. Va undan keyin endi 800 dan ham katta bo'lib ketsa qiymat, aks holda digital rate 6.1. Endi bu yerda if qo'yib o'tirmadik. Ya'ni o'sha oxirgi pin bo'lganligi uchun, ya'ni oxirgi svetodiod bo'lgani uchun if qo'ymasdan aks holda 6-chi pinga ulangan ko'k svetodiod yonsin deb tugatiladi. Va mana bu har bitta else ni qavosi ichkaridan boshlab hisoblanadi. Bu bilan buni jufti mana bu bilan mana bu else ni jufti. Mana bu 3-chi qavosimiz yuqoriga qarab 3-chi qavosdagi else ni jufti. 4-chisi yuqoridagi 4-chi else ni qavosi bo'ladi. Va delay 100 mikrosekund ichida, demak, qiymatlar o'zgarishi natijasi nimada monitor portda chiqib turadi. Va oxirgi qavosimiz bu void loop ni qavosi funksiyaniki yopilashi yurdi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Bu yerda mana buni ishlatib ham ko'rdik. Mana ishlash holati juda ham a'lo darajada. Qiymatlarga mos holatda bizda indikatorimiz ishlayapti, yonyapti. Xo'p, rahmat hammaga e'tibor uchun. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.